Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi xabar juda muhim. Ayniqsa 1500 ming so'm miqdorida pul olgan yoki olishni kutayotgan fuqarolar uchun. Men bugun sizga oddiy gap emas, amalda ko'pchilikning puli, hujjati, arizasi va keyingi to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang, chunki ayrimlar pulni olgandan keyin ham yana tekshiruv, qayta hisob-kitob yoki qo'shimcha talablar bo'lishi mumkinligini bilmay qolmoqda. Agar siz davlat to'lovi, moddiy yordam, kompensatsiya, subsidiya, nafaqa yoki bir martalik yordam doirasida 1 million 500 ming so'm olgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying, chunki bunday xabarlar ko'pincha odamlar kech bilgandan keyin muammo chiqadi. Men esa sizga masalani oddiy tilda. Kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak, hammasini bosqichma-bosqich aytaman. Avval qanday edi? Ko'pchilik holatda fuqarolar ariza topshirardi. Mahalla, mas'ul tashkilot yoki elektron tizim orqali ma'lumotlar tekshirilardi. Keyin pul plastik kartaga yoki hisob raqamiga tushardi. Odamlar pul tushgandan keyin ish tugadi deb o'ylardi. Ya'ni ariza berildi, tasdiqlandi. 1500 ming so'm keldi. Demak endi hech kim hech narsa so'ramaydi degan tasavvur bor edi. Lekin hozir vaziyat biroz boshqacha. Endi ko'p to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar turli bazalar orqali solishtirilmoqda. Masalan, fuqaroning daromadi, rasmiy ish joyi, pensiya yoki nafaqa olishi, oiladagi boshqa a'zolarning moliyaviy holati, avtomobil, ko'chmas mulk, bank kartalaridagi tushumlar, tadbirkorlik faoliyati va oldin olingan yordamlar alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Bu degani pul tushgan bo'lsa ham keyin aniqlashtirish bo'lishi ehtimoli bor. Bu yerda eng muhim joyi shuki, 1 million 500 ming so'm olganlarning hammasi muammoga tushadi degani emas. Men buni aniq aytaman. Agar siz hujjatlarni to'g'ri topshirgan bo'lsangiz, daromadingizni yashirmagan bo'lsangiz, oilaviy holatingizni noto'g'ri ko'rsatmagan bo'lsangiz, ko'pincha xavotirga o'rin bo'lmaydi. Lekin arizda xato bo'lsa, kimdir nomingizdan noto'g'ri ma'lumot kiritgan bo'lsa, bir oilada 2 marta yordam olingan bo'lsa yoki sizning holatingiz o'zgargan bo'lsa, masala qayta ko'rilishi mumkin. Endi men kimlar bu xabarga jiddiy qarashi kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda 1 million 500 ming so'mni ijtimoiy yordam sifatida olganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, oilaning daromadi kam, bola pul yoki moddiy yordamga ariza bergan, mahalla orqali ro'yxatga kirgan, keyin bir martalik yordam tushgan bo'lsa, bunday to'lovlar ko'pincha oilaviy ahvol asosida beriladi. Demak, tizim sizning haqiqiy ehtiyojmandligingizni tekshirishi tabiiy. Oddiy misol olaylik. Bir oilada ota rasmiy ishlamaydi. Ona uy bekasi 2 nafar farzand bor. Oila mahallaga murojaat qiladi va 1 million 500 ming so'm yordam oladi. Agar haqiqatan ham oilada barqaror daromad bo'lmasa, rasmiy ma'lumotlarda ham shunday ko'rinsa, bu oila uchun muammo bo'lmasligi kerak. Lekin agar otaning nomida faol yakka tartibdagi tadbirkorlik bo'lsa, bank kartasiga har oy 5-6 million so'm tushib turgan bo'lsa, arizada esa daromad yo'q deb ko'rsatilgan bo'lsa, keyin savol tug'ilishi mumkin. Ikkinchi toifa. Ariza bergan paytda holati boshqa bo'lgan, pul tushganda esa holati o'zgargan fuqarolar. Masalan, siz ariza bergan vaqtda ishsiz edingiz. Keyin bir oy ichida ishga kirdingiz, rasmiy oylik ola boshladingiz. Ammo tizim sizga oldingi ariza bo'yicha 1 million 500 ming so'm o'tkazdi. Bunday vaziyatda har doim ham pul qaytariladi degani emas, chunki qaror ariza topshirilgan kundagi holat bo'yicha chiqarilgan bo'lishi mumkin. Lekin sizdan tushuntirish so'ralishi ehtimoli bor. Shuning uchun ishga kirgan sana mehnat shartnomasi, buyruq yoki oylik ma'lumotnomasini saqlab qo'yish kerak. Uchinchi toifa bir xonadonda bir nechta odam turib, har bir alohida ariza bergan oilalar. Masalan, bitta uyda ota-ona, uylangan o'g'il, kelin va farzandlar yashaydi. Hujjatlarda ular bitta xo'jalik sifatida ko'rinadimi yoki alohida oilami? Mana shu juda muhim. Agar hamma bitta ro'yxatda, bitta daromad bilan ko'rilsa, yordam bitta oilaga berilishi kerak bo'lishi mumkin. Lekin amalda kimdir alohida oila sifatida ariza bergan, yana boshqasi ham ariza bergan bo'lsa, keyin tizim buni takroriy yordam sifatida baholashi mumkin. To'rtinchi toifa bank kartasiga pul tushgan, lekin pul nima uchun tushganini bilmayotganlar. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Odam kartasiga 25 ming so'm tushadi. U darrov yechib oladi.
keyin esa bu qaysi tashkilotdan, qaysi qaror asosida, qaysi yordam turi bo'yicha tushganini bilmaydi. Bu xato. Har bir tushumning izni bilish kerak. Bank ilovasida to'lov yuboruvchisi izoh sana va summa ko'rinadi. Agar tushunarsiz bo'lsa, bankdan ma'lumotnoma olish yoki ariza bergan tashkilotdan aniqlashtirish kerak. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz to'lovni qonuniy dastur asosida olgan bo'lsangiz, arizangiz tasdiqlangan bo'lsa, sizga SMS yoki rasmiy xabar kelgan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, oilaviy daromadni yashirmagan bo'lsangiz, odatda bunday to'lovdan qo'rqish kerak emas. Davlat yordami olgan odam avtomatik tarzda aybdor bo'lib qolmaydi. Muammo asosan noto'g'ri ma'lumot, 2 martalik olish, hujjatdagi tafovut yoki shartlarga mos kelmaslik aniqlanganda chiqadi. Yana bir misol. Ayol kishi yolg'iz ona, 2 farzandi bor, aliment olmaydi, rasmiy ish joyi yo'q. U mahalla orqali yordamga ariza beradi. Tekshiruvdan keyin 1000 mil, 5 mil, 100 bin so'm tushadi. Keyin kimdir unga bu pulni qaytarasan deyishi mumkin. Bunday gapga darrov ishonmaslik kerak. Agar rasmiy talabnoma, yozma xat yoki vakolatli tashkilotdan chaqiruv bo'lmasa, og'zaki gap bilan pul qaytarilmaydi. Fuqaro har doim asosli so'rashga haqli. Qaysi qaror, qaysi band, qaysi sabab bilan? Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, kartaga tushgan pul har doim ham sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Ba'zan texnik xatolik bo'ladi. Hisob raqam noto'g'ri kiritiladi yoki ism familiya o'xshashligi sababli chalkashlik yuz beradi. Agar siz umuman ariza bermagan bo'lsangiz, hech qanday yordam kutmagan bo'lsangiz, lekin kartangizga 1 mil 500 bin so'm tushsa, bu pulni sarflashdan oldin aniqlashtiring. Chunki keyin xatolik aniqlansa, pulni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Ikkinchi nozik masala plastik kartani boshqa odam ishlatishi. Masalan, yordam sizning nomingizga tushadi. Lekin kartangiz turmush o'rtog'ingizda, farzandingizda yoki qarindoshingizda bo'ladi. Pul yechib olinadi. Siz esa keyin tushunasiz. Hujjat bo'yicha pul sizga berilgan hisoblanadi. Shuning uchun karta, PIN kod, bank ilovasiga kirish ma'lumotlari shaxsiy bo'lishi kerak. Ayniqsa ijtimoiy to'lovlarda bu juda muhim. Chunki keyin men olmaganman deyish uchun isbot kerak bo'ladi. Uchinchi masala daromadni noto'g'ri tushunish. Ko'pchilik daromad deganda faqat oylikni o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda tadbirkorlikdan tushum, ijara puli, chet eldan pul o'tkazmalari, doimiy bank tushumlari, boshqa nafaqalar yoki kompensatsiyalar ham hisobga olinishi mumkin. Masalan, fuqaro rasmiy ish joyim yo'q deydi. Bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin uning kartasiga har oy 4 million so'm ijara puli tushsa, tizim buni ko'rib, daromad bor-ku degan savol qo'yishi mumkin. 4-masala mulk masalasi. Ba'zi yordam turlarida fuqaroning nomida uy, yer, avtomobil yoki boshqa mol-mulk bor yo'qligi ko'riladi. Lekin bu yerda ham hamma narsa oddiy emas. Masalan, odamning nomida eski avtomobil bor, u yaroqsiz holatda yurmaydi. Tizim esa avtomobil bor deb ko'rsatishi mumkin. Yoki fuqaroning nomida merosdan qolgan uy ulushi bor, lekin u uydan foydalana olmaydi. Shunday vaziyatlarda hujjat bilan tushuntirish berish kerak. Avtomobil texnik holati, mulk ulushi, yashash joyi, sud qarori yoki notarial hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 5-masala. Tanish orqali hal qilamiz degan gaplar. Men buni alohida ta'kidlayman. Agar sizga kimdir 1 mil 500 bin so'm olgan ekansiz, tekshiruv bo'ladi, menga pul bering, muammoni yopaman desa, ehtiyot bo'ling. Har qanday qonuniy tekshiruv rasmiy tartibda bo'ladi. Sizdan hujjat so'raladi, arizangiz ko'riladi, yozma izoh olinadi. Oddiy telefon qo'ng'irog'i yoki qo'rqitish orqali pul talab qilish firibgarlik belgisi bo'lishi mumkin. Bunday holatda suhbatni yozib olish, raqamni saqlash, mas'ul tashkilotga yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish kerak. 6-masala pulni qaytarish talabi. Agar tashkilot pul noto'g'ri berilgan deb hisoblasa, u buni asoslab berishi kerak. Siz haqli emassiz deyishning o'zi yetarli emas. Fuqaroga nima sababdan haqli emasligi tushuntirilishi lozim. Masalan, ariza topshirilgan paytda oilaning daromadi belgilangan mezondan yuqori bo'lgan, bir xil yordam oldin berilgan, hujjat soxta bo'lgan yoki noto'g'ri ma'lumot kiritilgan. Siz bunday holatda darrov vahmaga tushmasdan yozma asos talab qilishingiz kerak. 7-masala muddatlar. Ba'zi fuqarolar pul tushganiga 2 oy bo'ldi. Endi hech kim tekshirmaydi deb o'ylaydi. Lekin ma'lumotlar bazasi kech yangilanishi mumkin. Masalan, soliq ma'lumotlari keyinroq chiqadi. Bank ma'lumotlari keyinroq solishtiriladi.
mahalla xulosasi qayta ko'riladi. Shuning uchun to'lov olganingizdan keyin ham kamida bir necha oy hujjatlaringizni saqlab qo'ying. SMS, bank chek, ariza nusxasi, ma'lumotnoma, mahalla xulosasi, pasport nusxalari barchasi kerak bo'lishi mumkin. Endi eng kerakli qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pul qayerdan tushganini aniqlang. Bank ilovasiga kiring, tushum tarixini oching. 1 ming 5 ming so'm kelgan sanani, yuboruvchi nomini va izohini ko'ring. Agar ilovada aniq ko'rinmasa, bank filialidan hisob varaq bo'yicha ko'chirma oling. Bu ko'chirmada pul qaysi tashkilotdan, qaysi sana va qaysi summa bilan kelgani ko'rinadi. Ikkinchi qadam, ariza bergan bo'lsangiz, ariza nusxasini toping. Agar mahalla orqali bergan bo'lsangiz, mahalla fuqarolar yig'iniga boring va arizangiz qaysi yordam turi bo'yicha qabul qilinganini so'rang. Agar elektron tizim orqali bergan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizga kiring yoki tegishli tashkilotning ma'lumot markaziga murojaat qiling. Siz bilishingiz kerak bo'lgan 3 ta narsa bor. Yordamnoma, qaror sanasi, sizga berilgan to'lovning asosi. 3-qadam, oilaviy holat va daromad hujjatlarini tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ishsizlik haqida ma'lumot, ish joyidan oylik ma'lumotnomasi, pensiya yoki nafaqa hujjatlari, aliment bo'yicha ma'lumot, bank ko'chirmasi kerak bo'lishi mumkin. Agar siz yolg'iz yashasangiz, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumot ham foydali bo'ladi. 4-qadam. Agar sizga chaqiruv yoki talabnoma kelsa, o'zaki emas, yozma hujjat so'rang. Men har doim fuqarolarga shuni aytaman. Iltimos menga talabni yozma shaklida bering. Qaysi me'yoriy asosga ko'ra pul qaytarilishi kerakligini ko'rsating deb ayting. Bu janjal qilish emas, bu sizning qonuniy huquqingiz. Yozma hujjat bo'lsa, uni mutaxassisga ko'rsatish, javob yozish yoki e'tiroz bildirish mumkin. 5-qadam. Agar haqiqatan ham xatolik bo'lgan bo'lsa, yashirmang. Masalan, pul sizga adashib tushgan, siz ariza bermagansiz yoki bir xil yordam ikki marta tushgan bo'lsa, buni aniqlashtirgan yaxshi. Chunki bugun jim tursangiz, ertaga talab foiz, jarima yoki sud tartibida kelib qolishi mumkin. Har bir holat alohida ko'riladi, lekin halollik va hujjat bilan ishlash har doim foydaliroq. 6-qadam. Agar sizni qonuniy qo'rqitsa, dalil yig'ing. Telefon raqamini saqlang, xabarlarni o'chirmang. Kim, qachon, nima deganini yozib qo'ying. Pulni qaytarmasang, nafaqang to'xtaydi. Meni tanishim bor, hozir to'lamasang ishing yomon bo'ladi degan gaplar rasmiy tartib emas. Rasmiy tashkilot qonuniy asos bilan ishlaydi, qo'rqitish bilan emas. 7-qadam. Agar siz haqli bo'lsangiz, o'z pozitsiyangizni aniq yozing. Masalan, sizdan tushuntirish xati so'rashsa, shunday mazmunda yozishingiz mumkin. Men falon sanada falon yordam turi bo'yicha ariza topshirganman. Ariza topshirilgan paytda oilam tarkibi shunday bo'lgan. Daromadim shuncha bo'lgan. Ilova sifatida hujjatlarni taqdim etyapman. Berilgan to'lovni qonuniy deb hisoblayman. Bunda izoh hissiyot bilan emas, fakt bilan yozilishi kerak. 8-qadam. Hujjatlaringizda tafovut bo'lsa, uni tuzating. Masalan, yashash manzilingiz boshqa, ro'yxatdagi manzil boshqa bo'lsa, oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, farzandlardan biri hujjatda chiqmayotgan bo'lsa, bu masalani vaqtida to'g'rilash kerak. Chunki ijtimoiy to'lovlarda kichik xato ham katta savolga sabab bo'ladi. Ayniqsa bitta xonadonda bir nechta oila yashasa, kim qaysi oilaga kirishi aniq ko'rsatilishi kerak. 9-qadam. Kelajakdagi to'lovlar uchun ham ehtiyot bo'ling. Bugun 1 ming 5 million so'm olgan bo'lsangiz, ertaga yana boshqa yordamga ariza berishingiz mumkin. Agar bugungi to'lov bo'yicha muammo chiqsa, keyingi arizalaringiz ham tekshiruvda turib qolishi mumkin. Shuning uchun bir martalik pulga qarab hujjatlarni beparvo qoldirmang. Har bir to'lov bo'yicha alohida papka yoki telefoningizda alohida suratlar saqlab qo'ying. Men yana bir hayotiy vaziyatni aytaman. Bir fuqaro yordam olgan, keyin 3 oy o'tib undan daromad bo'yicha izoh so'ralgan. U avval vahimaga tushgan, chunki kartasiga ko'p pul kirib chiqqan. Keyin ma'lum bo'lgan, bu pullarning katta qismi qarindoshlar yuborgan qarz qaytarish pullari ekan. Agar u bank ko'chirmasi, qarz tilxati va izoh bilan tushuntirsa, vaziyat boshqacha baholanadi. Demak, har bir bank tushumi daromad degani emas. Lekin uni tushuntira olishingiz kerak. Yana bir misol, ayol kishi yordam olgan, lekin turmush o'rtog'i chet elda ishlab pul yuborgan. Arizada esa daromad yo'q deb yozilgan. Mana shu joyda muammo chiqishi mumkin.
Chunki doimiy pul o'tkazmalari oilaning real daromadi sifatida ko'rilishi ehtimoli bor. Agar pul bir marta kelgan bo'lsa, masalan davolanishga yoki qarzga yuborilgan bo'lsa, buni alohida tushuntirish mumkin. Lekin har oy kelib turgan bo'lsa, uni yashirish to'g'ri emas. Yana bir muhim narsa ijtimoiy yordam olish uyat emas. Ko'pchilik tekshiradigan gapni eshitib o'zini aybdordek his qiladi. Yo'q. Agar siz shartlarga mos bo'lsangiz, yordam sizning qonuniy huquqingiz. Tekshiruvning maqsadi ham haqli odamni qo'rqitish emas, yordam noto'g'ri joyga ketmaganini aniqlash. Shuning uchun huquqingizni biling, lekin majburiyatlaringizni ham unutmang. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shunday. 1,5 ming so'm olganlar pul tushgani bilan ish tugadi beparvo bo'lmasligi kerak. Pul qayerdan tushganini aniqlang. Ariza va hujjatlarni saqlang. Daromad va oilaviy holat bo'yicha ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini tekshiring. Agar siz hammasini qonuniy olgan bo'lsangiz, qo'rqishga hojat yo'q. Agar xatolik bo'lsa, uni vaqtida aniqlashtirish eng to'g'ri yo'l. Men sizdan so'rayman. Sizga ham 1,5 ming so'm tushganmi? Qaysi yordam turi bo'yicha olgansiz? Keyin sizdan qo'shimcha hujjat so'rashdimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham real tajribadan foyda oladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda eshitilgan ma'lumot odamni ortiqcha muammo, asabiylashish va noto'g'ri qarordan saqlab qolishi mumkin.